Aslo lateks haqida ma'lumot bergan, ko'tarib ketibdi, u nima sababdan ko'tariladi. Birinchi navbatda Aslo lateksda tekshirishni sizga nima keragi bor edi? Bir, kim buyurdi bu tekshiruvni? Buyurgan odam buni hal qilish kerak, nimaga ko'tarilgani sizga aytishi. Chunki ayni vaqtda shu tekshiruvni o'tkazishdan oldin doktorga nima shikoyatlar bilan bordingiz, nima diagnoz, kasalliklarga shubha qildi. Tasavvur qiling, men boraman, Asloni tekshiraman qonunda, to'g'rimi? Bo'lmasa menda 600 chiqdi, to'g'rimi? Nima qilasan siz? Hech narsa, chunki meni hech narsa bezovta qilmayapti. Biz laboratoriyani yoki analizni davolamaymiz, biz bemorni davolaymiz. Natijada bemorda u yoki bu darajadagi muammolar bo'lgan taqdirda ham laboratoriyada biz bemorni o'ziga, ahvoliga, turishiga, shikoyatlariga qarab turib qaror qilishimiz kerak. Endi Asloni o'zi haqida umumiy ma'lumot aytib ketaman. Antistreptolizin O. Streptokok degan bakteriya inson tanasida ko'paygan paytda inson o'sha streptokokka qarshi antistreptolizin O degan nima ishlab chiqarish boshlaydi, oqsil ishlab chiqarish boshlaydi. Aynan bizda ko'pincha buni remaprobani tarkibiga kiradi. Bunga rematoidni faktor, Aslo va C-reaktivni belok qo'shib tekshirishadi. Lekin yana marta qaytaraman. Hech qachon va yana hech qachon o'zingizcha borib remaprobani tekshirib, keyin u nimaga oshgani haqida boshingizni o'zingizcha qotirmang. Siz doktorga boring, doktor buyurgan nima qilish kerakligini va doktor interpretatsiya qilsin.